Dafn marosimi tugagandan so'ng Samarqand shahridagi qarorgohda xotira marosimi o'tkazildi. Marosimda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning dafn marosimini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasi a'zolari, keng jamoatchilik vakillari, xorijiy davlatlar delegatsiyalarining rahbarlari ishtirok etdilar. Marosimda so'zga chiqqanlar Prezident Islom Karimovning yorqin xotirasi xalqimizning qalbida, yuragida abadiy saqlanib qolishi, yurtboshimiz boshlagan buyuk ishlarni davom ettirish, bugungi va kelgusi avlodlarning, har bir vatandoshimizning muqaddas burchi ekanini ta'kidladilar. Tadbirni O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning dafn marosimini o'tkazish bo'yicha Davlat komissiyasi raisi, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev olib bordi. Aziz yurtdoshlar, hurmatli do'stlar. Xalqimiz, O'zbekistonimiz boshiga og'ir musibat tushdi. Shafqatsiz o'lim mustaqil O'zbekiston davlatining asoschisi, xalqimizning buyuk va ardoqli farzandi, tog'dek tayanchimiz, mashhur davlat va siyosat arbobi, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov oramizdan olib ketdi. Shu munosabat bilan avvalambor Islom Abdug'aniyevich Karimovning oila a'zolari va yaqinlari birinchi navbatda muhtaram Tatyana Akbarovna va aziz Lola Islomni sizlarga yana bir bor chuqur ta'ziya va hamdardlik bildiramiz. Bugun qalblarimizdagi cheksiz qayg'u va ayriliqning hech qanday so'z bilan ifoda etib bo'lmaydi. Milliy tariximizning eng keskin va tahlikali millatlararo va boshqa ziddiyatlar avj olgan mamlakatda fuqarolik urushi xavfi yuzaga kelgan, iqtisodiyot chuqur inqirozga duch kelgan bir paytda Islom Abdug'aniyevich respublika rahbari etib saylanishi yaratganning xalqimizga ko'rsatgan cheksiz inomi bo'lgan edi. Xalqimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov timsolida mustahkam irodali rahbarning va mehribon rahnomaning o'z xalqi va mamlakati hamda har bir fuqaroning hayoti va taqdiri uchun mas'uliyat his etuvchi davlat rahbarini, mard, shijoatli o'zbek o'g'lonini ko'rdi. Muxtasar qilib aytganda, Islom aka xalqimizning mehribon va shu bilan birga talabchan otasi edilar desak, hammaning qalbidagi gapning aytgan bo'lamiz. 1991-yilning 29-dekabrdagi bo'lib o'tgan umumxalq saylovlarida Islom Abdug'aniyevich Karimov O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti etib saylandilar. Shundan boshlab mamlakat mustaqilligini saqlash va mustahkamlash muhtaram yurtboshimizning eng oliy vazifasi va hayotining mazmuni bo'lib keldi. Respublikamizda huquqiy demokratik davlat qurish, fuqarolik jamiyatining shakllantirish, bozor iqtisodiyotining rivojlantirish va aholi farovonligini oshirishga qaratilgan har tomonlama asoslangan strategiyasi Islom Abdug'aniyevich shaxsan o'zlari ishlab chiqdilar va amalga oshirilishiga rahbarlik qildilar. Aziz yurtboshimiz eng ilg'or xalqaro talablarga va demokratik tamoyillarga javob beradigan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga ham o'zlari mualliflik qildilar. U kishining islohot uchun emas, avvalambor inson uchun degan g'oyalari el yurtimizga xos xususiyatlar, shart-sharoitlarga asoslangan taraqqiyot yo'lidan borish imkonini berdi. Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan ishlab chiqilgan 5 ta mashhur tamoyillarga asoslangan iqtisodiy va tarkibiy islohotlar dasturining amalga oshirish O'zbekistonning dunyodagi eng tez rivojlanayotgan industrial davlatlar qatoridan o'rin olishiga imkon yaratdi va taraqqiyotning o'zbek modeli jahon hamjamiyati tomonidan to'liq e'tirof etildi.
Muhtaram yurtboshimiz oliy bosh qo'mondon sifatida harbiy kuchlarimizning jangovar qobiliyatini kuchaytirish va shu asosda O'zbekiston Respublikasining hududiy yaxlitligini va mustaqilligini himoyalash, sarhadlarining daxlsizligini, xalqimizning tinch va osuda hayotining ta'minlash uchun beqiyos mehnat ko'rsatdilar. Islom Abduganiyevich Karimov qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilgan chuqur iqtisodiy islohotlar tashkilotchisi, yerning haqiqiy egasi bo'lgan fermerlik harakatining asoschisi ham bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, u kishining tashabbuslari bilan qishloqlarimiz qiyofasi jahonda o'xshashi yo'q va shaharlardan qolishmaydigan barcha qulayliklarga ega bo'lgan uy-joylar va madaniy maishiy obyektlarning barpo etish dasturini amalga oshirilmoqda. Munis onaxonlarimiz, opa-singil va qizlarimiz har doimo Islom akaning diqqat e'tiborlaridan chetda qolmas edi. Butun umrini oilasiga va farzandlarining kamoliga bag'ishida etgan o'zbek xotin-qizlarining jamiyatdagi o'rnini munosib baholash, obro' e'tiborining ko'tarish, ularning og'irini yengil qilish, qolaversa fe'l-atvori va ko'ngillarga qarash juda muhim ahamiyatga ega ekanligining biz erkaklarga birinchi galda rahbarlarga doimo o'qtirib keldilar. Yoshlarni munosib tarbiyalash, ularga chuqur va zamonaviy bilim berishga qaratilgan kadrlar tayyorlash milliy dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish ham shaxsan Islom Abduganiyevich nomlari bilan bog'liqdir. Shuningdek, fuqarolik jamiyatining shakllantirish, ayniqsa mahallalarning davlat va jamoat boshqaruvidagi obro'si va nufuzini ko'tarish, uning huquq va vakolatlarining oshirish muhtaram yurtboshimiz faoliyatining eng muhim va ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'ldi. Mustaqil va ozod O'zbekistonni tashkil etish, demokratik, huquqiy davlatning barpo qilish, fuqarolar o'rtasida tinchlik va millatlararo totuvlikning ta'minlashdagi ulkan hissasi va ko'rsatgan mardlik va shijoati uchun Islom Abduganiyevich Karimovga O'zbekiston qahramoni unvoni berildi hamda u kishi Mustaqillik va Amir Temur ordenlari bilan taqdirlandilar. Vatanga farzandlik sadoqati bilan xizmat qilish oliy saodat degan shiorga amal qilgan Islom Abduganiyevich Karimov o'z xalqini jonidan ortiq sevar edilar va o'z hayotining oxirgi daqiqasigacha O'zbekiston xalqiga xizmat qilishga baxshida etdilar. Islom aka tatbiq etgan an'anaga ko'ra Mustaqillik bayrami har yili o'ziga xos shior ostida nishonlanadi. Mustaqilligimizning 25 yilligi u kishining o'z qo'llari bilan yozib bergan go'zal va betakrorimsan muqaddas vatanim, jonim senga fido O'zbekistonim shiori ostida o'tkazildi. Yurakdan chiqqan bu iboralarni ishlatib muhtaram yurtboshimiz xalqimizning otasi Islom Abduganiyevich Karimov jonini O'zbekistonga va xalqiga fido qildilar desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Aziz do'stlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Abduganiyevich Karimov xotirasiga yod etishda bag'ishlangan marosimni ochiq deb e'lon qilishga ruxsat bergaysiz. Butun xalqimiz, yoshi qari aziz Islom Abduganiyevich Karimovning oila a'zolari bilan birgalikda chuqur qayg'u va iztirob bilan matom tutmoqdalar. Islom Abduganiyevich xalqaro miqyosda katta obro' e'tiborga ega bo'lgan rahbar va siyosatchi edilar. Bugun bir qator oliy darajadagi xorijiy mehmonlar Islom akaning va xalqimizning do'stlari hamdardlik bildirib, qayg'umizga sherik bo'lish uchun yurtimizga tashrif buyurganlar. Уважаемые соотечественники, сегодня нашу скорбь и утрату искренне разделяет делегация 17 стран и многих международных организаций. Мы признательны нашим дорогим гостям, президенту Туркменистана Гурбангулы Меликгулиевичу Бердымухамедову, президенту Республики Таджикистан Имамали Шариповичу Рахмону, президенту Исламской Республики Афганистан Ашрафу Гани, председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву, вице-премьеру Госсовета Китайской Народной Республики Джан Гаоли, премьер-министру Республики Казахстан Кариму Кажимхановичу Масимову,
премьер-министру Кыргызской республики Сооронбай Шариповичу Джейнбекову, премьер-министру Республики Беларусь Андрею Владимировичу Кобякову, премьер-министру Грузии Георгию Джемаловичу Кверикашвили, заместителю премьер-министра Республики Корея Ли Джун Сик, первому заместителю премьер-министра Украины Степану Ивановичу Кубееву, заместителю премьер-министра Турецкой Республики Тугрулу Туркиш Йылдырыму, председателю Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Актаю Сабыр Оглы Асадову, вице-спикеру парламента Республики Армения Нагдалян, государственному министру Объединенных Арабских Эмиратов Рашиду бин Ахмаду бин Фахад, министру иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джафару Зарифи, парламентскому министру иностранных дел Японии Матоме Такасава, председателю исполкома исполнительному секретарю СНГ Сергею Николаевичу Лебедеву. Мы также выражаем слова искренней признательности находящих с нами глав дипломатических миссий и правительств, международных организаций, аккредитованных в Узбекистане. От имени членов семьи Ислама Абдиганича и всего узбекского народа позвольте выразить им нашу благодарность и глубокое уважение. Aziz do'stlar, ishonchim komilki, xalqimizning har bir vakili Islom Abduganichning fidokorona mehnati, vatanparvarligi, o'z xalqi va vataniga sadoqati haqida samimiy dil so'zlarini aytishini o'zining muqaddas burchi deb biladi. Bular Islom Abduganich o'z farzandlaridek asrab avaylagan yigit va qizlardir. Bular Islom Abduganich har biriga o'z ota-onasidek yuksak ehtirom ko'rsatgan mehnat faxriylari, hurmatli oqsoqollardir. Bular Islom Abduganich ko'z qarachigidek e'zozlagan onalarimiz, opa-singillarimizdir. Bular ijodiy faoliyati uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilgan olimlar va jamoat arboblaridir. So'z mehnat faxrisi Nuroniy jamg'armasi Qashqadaryo viloyati bo'lim raisi Yanvar Po'latovich Inoyatovga. Aziz do'stlar, hurmatli vatandoshlar, bugun hammamizning yuragimizda alamli kun. Chunki ulug' ustozimiz, mehribon otamiz, do'stimiz aziz Islom Abduganich Karimovdan ajraldik. Biz Islom Abduganichni nihoyat darajada davlatimiz uchun qilgan mehnatini, u kishini olib borayotgan siyosatini yosh qarri hammamiz bilamiz. Islom Abduganich bundan 30 yil oldin Qashqadaryoga birinchi rahbar bo'lib bordilar. U kishiga nima meros bo'lib qolgan edi? Qashqadaryoda ishlab chiqarish to'xtagan hisobida, iqtisodiyoti o'tirib qolgan, odamlarning boshi enkaygan, beli bukchaygan, insoniy qadriyatlari oyoq osti qilingan. Chunki paxta ishi deb, o'zbek ishi deb Gidilyanchilar gruppasi kelib tekshirishni boshlagan edi. O'sha viloyatning 11 ta shahar rayonini birinchi rahbarlari qamoqqa olingan edi. 3000 dan oshiq bitta viloyatda 3000 dan oshiq odam senlar o'g'risan degan tamg'a bilan qamoqqa olingan edi. Islom Abduganich mana shularni ko'rgandan keyin qamoqqa olinganlarning minglab oilasi bilan, bolalari bilan uchrashdi. Xalq o'rtasiga yurdi. Ularni bukilgan qaddini ko'tardi. Qattiq qo'llik bilan ishni boshladi. O'tirib qolgan viloyat tez orada o'z o'rnini topib yuqori pog'onalarga ko'tarildi. Islom Abduganich respublika rahbar bo'lib kelganda nima meros tegdi u kishiga? Millatlar aro bo'layotgan janglar, to'palanlar, odamlar bir-birini uyini yoqib, davlat tashkilotlarini ishlarini to'xtatib tashlagan. U yerda unday bo'layapti, bu yerda bunday bo'layapti degan gaplar ko'payib ketib, hattoki Alamon o'rtasiga otga minib chiqdi Islom Abduganich.
Azizlar, respublikamizda nihoyat darajada ajoyib ishlarni tashkil qilgandan keyin Islom aka aytdi, biz eski yo'ldan bormaymiz, biz bunday qilib ishlay olmaymiz, eskicha usulda. Buni jamiyatning o'zi ham bizga ruxsat bermaydi dedi. Tez orada Islom Abdug'aniyevich 700 ming gektar yerni 2,5 million oilaga tarqatib berdi. Tomorqa qilib tarqatib berdi. Ularni uylik joylik qildi. Tomorqachilik harakati boshlanib, o'shalarni boy qildi. Azizlar, Islom Abdug'aniyevich faqatgina Qashqadaryoni o'zida Sho'rtan kimyo majmuasini, Dehqonobod kali o'g'itlar zavodini, Talimorjon gresini, tog'ni yorib Dehqonoboddan Toshguzor Boysun temir yo'lini o'tkazdi. Chakkadagi hududimizni temir yo'l bilan bog'ladi. Islom Abdug'aniyevich qanchadan qancha uylar qurdirdi. Qarshi shaharini bir markaz qilishga niyat qilgan edi. Shahrisabzni dunyoda eng go'zal shaharlardan bittasi qilib qurilishini boshlagan edi. Islom Abdug'aniyevich mana shu narsalarda erishdi. Qarshi ham gullab yashnagan bir markazga aylandi. Shahrisabz bir mo'jizaviy, dunyoga ko'z qiladigan shaharga aylandi. Agar respublikamizni ichidan o'tib ketadigan bo'lsang, quriladigan shuncha uylar, maktablar, minglab maktablar, inshootlarni ko'rib, buni son-sanog'i yo'qdek ko'rinadi. Bular hammasi Islom Abdug'aniyevichning tashabbusi bilan, rahbarligi bilan qilindi. Vatanim deb, xalqim deb ishladi. U kishini bitta ajoyib gapi bor. O'zbekiston kelajagi buyuk. Bu so'z, bu da'vat har bir xalqimizni qulog'ida o'rnashib qolgan. Albatta O'zbekistonni kelajagini buyuk qiladigan xalq mana shu yerda vakillari turishibdi. Men albatta o'ylaymanki, Islom Abdug'aniyevichning xotirasi Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur qahramonlarimizday, Ulug'bek, Ibn Sinolarday allomalarimiz qatorida xalqimizning yuragida abadiy qoladi. Aziz do'stlar, Qashqadaryoliklar nomidan Islom Abdug'aniyevichning oila a'zolariga, u kishining qavm qarindoshlariga, do'stlariga, shogirdlariga Qashqadaryoliklarning chuqur ta'ziyasini, hamdardligini aytmoqchiman. Alvido. Islom Abdug'aniyevich aziz bizning rahbarimiz, aziz xalqimizning otasi, aziz do'stimiz, yotgan joyingiz jannatda bo'lsin. Rahmat. So'z O'zbekiston xalq shoiri Enaxon Sidiqovaga. Assalomu alaykum. Aziz vatandoshlar. O'zbek xalqi bugun og'ir judolikka uchradi. Bu dahshatli musibatdan yuraklarimiz chuqur qayg'uga, larzaga tushib turibdi. Ona O'zbekiston o'z xalqini zulm, xo'rlik iskanjasidan, jar yoqasidan, o't olovlar orasidan omon olib chiqqan, uning asriy orzusiga bugungidek dorilamon, hur mustaqil kunlarga yetkazgan buyuk farzandini, mard jasur o'g'lonini so'nggi yo'lga kuzatib turibdi. Otajon, sizning sochlaringiz shu millat qayg'usida, shu el dardida oqardi. Ko'zlaringizning nuri ro'shnolik neligini ko'rmagan xalqingizning orzu umidlarini oqlash uchun to'kildi. Umringizni, aziz joningizni shu yurt uchun tikdingiz. Eng og'ir daqiqalarda o'zingizni o'ylamasdan o'tga, suvga kirdingiz. Millat uchun otilgan toshlarga, malomatlarga, tuhmatlarga ko'ksingizni fido qildingiz, balogardon bo'ldingiz. Siz O'zbekistonni yorug' kunlarga, yangi taraqqiyot yo'liga, yangi asriga olib keldingiz. Bugun dunyo urush va g'azovatlardan, xunrezliklardan qalqib turibdi.
Shunday sinovli, shunday bir imtihonli kunlarda biz mustaqilligimizni, tinchligu osoyishtaligimizni asrashga, siz boshlab bergan adolatli yo'lni davom ettirishga o'zbek xalqining jasorati, qudrati, matonati yetadi. Alloh o'zi aziz qilgan, yaratuvchilik qudrati ulug' bo'lgan xalqni yaratganning o'zi asraydi. Bunday xalqni hech kim, hech qachon tanlagan yo'lidan qaytara olmaydi. Aziz otajon, biz qanchalik munojat qilmaylik, Alloh sizni o'ziga aziz qildi. Siz sharaflagan, hurmatini, e'zozini, rutbasini baland qilgan o'zbek onalari, ahli ayollari sizdan mingdan ming rozi. Ilohim, borar manzilingiz behishta anbar, jannatlar bo'lsin otajon. Rahmat. Слово представляется президенту Республики Таджикистан Имамали Шариповичу Рахмону. Дорогие узбекские друзья, позвольте от имени народа и правительства Республики Таджикистан выразить наши глубокие соболезнования в связи с постигшей вас тяжелой утратой, безвременной кончине первого президента Дружественной Республики Узбекистан. С именем покойного Ислама Абдуганиевича Каримова неразрывно связана целая эпоха в развитии Узбекистана в новых условиях государственной независимости. Весь его жизненный путь является ярким примером беззаветного служения своему народу и своей земле. Велик его вклад в разработку и реализацию узбекской модели развития, в успехе, достигнутые братским Узбекистаном в нелегкий период его независимого развития. Неизменно следуя всесторонне взвешенному курсу, он смог обеспечить мир, стабильность и национальное согласие в стране. Достижения узбекского народа за последние четверть века достойны восхищения. За этот период экономика Узбекистана выросла почти в 6 раз, значительно улучшилось благосостояние народа. Ислам Абдуганиевич неустанно и успешно осуществлял линию, направленную на духовное возрождение узбекского народа и укрепление основ его государственности, на устойчивое социально-экономическое развитие страны и укрепление ее позиций на международной арене. В этом смысле Ислам Абдуганиевич, как выдающийся государственный деятель и политик широкого масштаба, снискал заслуженное уважение своего народа и пользовался огромным авторитетом далеко за пределами Узбекистана. В Таджикистане его знали как мудрого человека и неизменного сторонника сохранения и укрепления мира и стабильности в регионе и в мировом сообществе. Он всегда стремился к приумножению многовековых традиций, отношений братской дружбы и добрососедства между двумя нашими странами. Мы с Исламом Абдуганиевичем, как коллеги, работали бок о бок 24 года. За все эти годы мы ощущали постоянную поддержку и содействие лидера братского узбекского народа, значительный его вклад в продвижение мирного процесса в Таджикистане. В этот скорбный час не могу не вспомнить нашу с Исламом Абдуганиевичем последнюю встречу в Ташкенте на полях саммита ШОС, где в очень теплой и действительно братской атмосфере мы всесторонне и взаимополезно обсудили состояние и перспективы сотрудничества наших стран, подробно поговорили о региональных и глобальных делах. Мы дорожим чувствами искренней симпатии, доброжелательности и взаимного уважения, которые исторически тесно сплачивали наши народы. Мы полны решимости совместно прилагать все необходимые усилия для всемирного развития многогранного таджикско-узбекского сотрудничества во имя прогресса и процветания двух стран, а также укрепления мира и стабильности в регионе. Уверен в том, что нынешние и будущие поколения узбекского народа будут достойными
продолжателями великих созидательных дел и свершений незабвенного Ислама Абдуганиевича. Добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Худо рахмат кунад, ба ҷоят дар ҷаннат бошад. Рӯҳат шод бод, эй дӯсти азиз. Рахмат. Слово предоставляется президенту Туркменистана Гурбангулу Меликгулевичу Бердымухамедову. Hürmetli adamlar, hürmetli bizim özgök doğulumuz, en esası näme? Buğuna bütün Türkmen halkının adından İslam adına için bir vakit aradan da çıkma sebeple bir çuğur inancımızı kabul etmeyi sizden xahiş ediyorum. Уважаемые наши братья, узбекские друзья, мы сегодня очень глубоко скорбим в связи с безвременной кончиной президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова, первого президента независимой страны. Он, конечно, очень сильно любил свой народ, свою родину и много сделал, конечно, как для развития и процветания. Ислам Абдуганиевич Каримов стоял у истоков самые такие трудные дни, то есть независимого Узбекистана. Это был человек очень великой души, он был настоящий патриот, великий политик и государственный деятель. То есть все его практически международные инициативы, они поддерживались на международной арене. Под его руководством страна, конечно, решала и серьезные проблемы, то есть именно строительство как новой жизни и в действительности достигла очень значительных успехов, в том числе и в экономике. Ислам Абдуганиевич много сделал и для развития именно туркмено-узбекских отношений. Мы очень его любили. Он был и почетным старейшином у нас в Туркменистане. То есть млад и стар, ему имел очень большие симпатии. То есть эти отношения всегда именно опирались на наши многовековые такие традиции, наши национальные особенности, которые исходили именно от наших предков. И поэтому именно эти исконные узы, дружбы и добрососедства наших народов, они в действительности показали себя и воплощались в жизнь. Я очень хорошо помню все практические высказывания Ислама Абдуганиевича, его выступления. И всегда в его цитатах было, что, наверное, самое дорогое, самое богатое на этой земле – это доверие, которое есть между странами. То есть это то богатство, которое мы должны всегда ценить и приумножать. Это его цитаты. И это верно. Туркменистанцы, как самые близкие друзья вашей страны, сегодня, конечно, также скорбят вместе с вами, искренне и разделяют вашу боль. Именем президента Ислама Абдуганиевича Каримова, то есть мы всегда будем его вечно поминать в своих сердцах и
наши площади, наши скверы, не только в столице, но и по всей стране, будут носить имя Ислама Каримова. Теплые воспоминания об Исламе Абдуганиевиче Каримове мы, конечно, видим как государственном деятеле, именно верном сыне своего отчизны, и мы всегда сохраним его в наших сердцах. Вы знаете, тому быть, наверное, тому и не миновать. Поэтому я, конечно, самое главное желаю всему народу, братскому народу Узбекистана стойкости и здоровья, и чтобы те возрождения именно ислама Абдуганиевича, они были вечны и имели такой жизненный опыт для подражания подрастающего поколения всех наших народов. Hurmatly doğanlar, hurmatly bizden özöküne en yakın komşularımız näme? Hakikaten bir bolca işe çare yok diye. Yani yankı belleşme alıp fakat olsun. Bir İslam'da işe Karimov ilmidama eden işleri gelecek ki hem nesillere baki devam olsun. Ben elbette İslam'da iş Karimov'un esası yatan yerinin yaktı olmağını, hem canının cennet olmağını, elbette hem büyük bir vardan, yani güçlü Allah Teala'dan hem iman hem bağlılığını versin diye dileğe. Çok sağ olun. Слово предоставляется президенту Исламской Республики Афганистан Ашрафу Гани. Hurmatli do'stlar, mening chuqur ta'ziyamni qabul qilinglar. Today the Uzbek nation is in sorrow and the people and the government of Afghanistan. Ming afsuski, bugun o'zbek xalqi chuqur iztirob va qayg'uda. Afg'oniston hukumati va xalqi esa sizlarga hamdarddir. Ming yillar mobaynida xalqlarimiz do'stona munosabatda bo'lib kelgan. Prezident Islom Karimov ta'kidlaganidek, hozirgi kunga kelib ikki tomonlama aloqalarimiz rivojida yangi sahifa ochildi. Biz aynan shu munosabatlarning rivojlanishi va yanada mustahkamlanishi yo'lida izchil harakat qilamiz. Mintaqamizning tengsiz va zukko insoni, O'zbekistonning birinchi prezidenti yaqindagina bizni Shanxay hamkorlik tashkilotining Toshkent sammitida birlashtirgan edi. Aynan u ilgari surgan takliflar asosida tashkilotning barcha ishtirokchilari mintaqamizda tinchlik va barqarorlikni saqlashga kirishdi. Ishonch bilan aytamanki, O'zbekiston o'zining birinchi davlat rahbari boshlab bergan ulkan taraqqiyot yo'lida mustahkam odimlaydi. Marhumning oila a'zolariga, O'zbekiston hukumati va xalqiga yana bir bor chuqur ta'ziya izhor etaman. Слово представляется председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Уважаемая Татьяна Акбаровна, уважаемая Лола Исламовна, уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья. Сегодня мы прощаемся с Исламом Абдуганиевичем Каримовым, первым президентом Узбекистана, выдающимся государственным деятелем, человеком, который всю жизнь отдал служению своему народу. И я хотел бы прежде всего передать искренние соболезнования от имени президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, правительства Российской Федерации, личные соболезнования
соболезнования всего российского народа. Все время, пока Ислам Абдуганеевич трудился на своем посту, он занимался развитием своей страны. Как бы ни называлась его должность и какие бы вопросы он ни решал. Мы много общались, и всегда это общение было исключительно продуктивным, очень полезным для того, чтобы между нашими странами, между Россией и Узбекистаном были прочные, добрые, союзнические отношения. Именно этого хотел первый президент Узбекистана, и это получилось. Я уверен, что мы и дальше именно в таком ключе будем развивать отношения партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Узбекистаном, воплощая в жизнь заветы первого президента страны. Еще очень многое предстоит сделать. Я уверен, что новые поколения, молодежь Республики Узбекистан будет равняться на своего первого президента, как человека, который задал очень высокую планку служения своей отчизне. Хотел бы еще раз выразить слова солидарности и поддержки всему народу Узбекистана. В эти скорбные дни мы с вами. Можете в этом не сомневаться. И мы будем делать все для того, чтобы идеи, заветы, с которыми выступал президент Республики Узбекистан, воплотились в жизнь. И, конечно, мы будем помнить первого президента Узбекистана Ислама Абдуганеевича Каримова. Слово предоставляется вице-премьеру Госсовета Китайской Народной Республики Джан Гоали. Уважаемые члены семьи президента Каримов, уважаемые главы делегаций, дамы и господа, друзья, руководство, правительство и народ Китая с глубокой скорбью восприняли известие о кончине президента Каримова. От имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, правительства и народа Китая выражаю правительству и народу Узбекистана и членам семьи президента Каримова самые глубокие и искренние соболезнования. Президент Каримов, основатель и выдающийся вождь, руководитель Республики Узбекистан, он пользуется глубоким уважением и большой любовью узбекского народа. За последние прошедшие 25 лет под мудрым руководством президента Каримова в Узбекистане сохраняется прочная социальная стабильность, быстрое экономическое развитие и заметное улучшение благосостояния народа. Значительно укрепляются позиции Узбекистана на международной арене. Страна добилась впечатляющих успехов по всем направлениям.
президент Каримов – близкий друг китайского народа. Он заложил прочные основы китайско-узбекских отношений и способствовал их развитию. Президент приложил огромные усилия и труд по укреплению дружественных связей и многопланового сотрудничества между Китаем и Узбекистаном. Об этом китайский народ помнит навсегда. Мы будем вечно чтить память о нем. Хотя президент Каримов нас покинул, но начатые им великие дела не прекратятся. Китайская сторона убеждена, что узбекский народ обязательно продолжит дела президента Каримова, продолжит уверенными шагами идти вперед на пути государственного строительства и национального возрождения и добьется новых успехов. Китайская сторона придает большое значение отношениям с Узбекистаном, рассматривая его как искреннего друга и надежного партнера. В этом июне в ходе своего государственного визита в Узбекистан председатель Си Цзиньпин с президентом Каримовым добился новых важных договоренностей по всестороннему углублению сотрудничества и стимулированию совместного развития. Установлено всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Узбекистаном. В этот печальный момент китайский народ твердо стоит и солидарен с узбекским народом. Спасибо за внимание. Слово предоставляется премьер-министру Республики Казахстан Кариму Кажимкановичу Масимову. От имени президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева с глубокой скорбью воспринял известие о кончине президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова. Казахстанцы разделяют вместе с братским народом Узбекистана боль этой безвременной и невосполнимой утраты. Скорблю о потере друга, с которым был бок о бок, работал в течение почти 30 лет. Ислам Каримов стоял у истоков независимости Республики Узбекистан, став ее первым президентом. С его именем связано проведение масштабных преобразований, которые способствовали развитию экономического потенциала страны, росту ее международного авторитета, повышению благосостояния общества. Всю свою жизнь он посвятил беззаветному служению родному народу. Он всегда был надежным другом Казахстана и внес большой вклад в укрепление дружбы и добрососедства между нашими народами. Светлая память об Исламе Абдуганиевиче Каримове навсегда останется в наших сердцах. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, руководству страны и всему братскому народу Узбекистана. Нурсултан Назарбаев. Слово представляется премьер-министру Кыргызской республики Сооронбаю Шариповичу Жээнбекову. Уважаемый братский народ Узбекистана, родные и близкие Ислама Абдуганиевича, дамы и господа, позвольте от имени народа Кыргызской республики зачитать соболезнования президента Кыргызской республики Алмазбека Сарсеновича Атамбаева. С чувством глубокой скорби воспринял весть
о кончине выдающегося государственного деятеля, яркого и энергичного политика, неизменного лидера независимого Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова. Начиная со времен СССР, Ислам Абдуганиевич проявил себя как опытный управленец и умелый организатор. В период становления независимости Узбекистана он сыграл ключевую роль в укреплении международной позиции страны и ее успехи в социально-экономическом развитии. Вклад Ислама Абдуганиевича в установление и развитие двустороннего кыргызско-узбекского сотрудничества поистине огромен. Благодаря его неустанным усилиям решение вопросов как двустороннего, так и регионального сотрудничества получило положительную динамику. Решали самые сложные вопросы, представляющие собой серьезные вызовы современности. Мы знали Ислама Абдуганиевича как старшего товарища, всей душой переживавшего за укрепление кыргызско-узбекских отношений. Выражаю уверенность, что сохранение и укрепление наших отношений, дружбы и партнерства является основной целью и отвечает подлинным интересам народов Кыргызстана и Узбекистана, во имя которых вел свою неустанную деятельность Ислам Абдуганиевич. Выражаю глубокие и искренние соболезнования всему братскому народу и руководству Узбекистана. С прискорбием президент Кыргызской республики Алмазбек Атамбаев. Слово предоставляется премьер-министру Республики Беларусь Андрею Владимировичу Кобякову. От имени президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко позвольте вам передать самые искренние и самые глубокие соболезнования по поводу невосполнимой утраты, кончины первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова. Горестное известие о смерти президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова воспринято в Беларуси как с глубочайшей скорбью. Ушел великий человек, блестящий лидер, который отдавал все свои силы служению народу и государству. Уважаемый Ислам Абдуганиевич говорил: нельзя разрушать старый дом, не построив новый. Эти мудрые слова стали основой в строительстве нового, суверенного Узбекистана. Сегодня Республика Узбекистан – динамично развивающаяся страна с сильной многоплановой экономикой, страна, которая является донором мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. В памяти соотечественников и друзей уважаемый Ислам Абдуганиевич запомнится не только как лидер мирового масштаба, но и как выдающийся представитель узбекского народа. Белорусский народ искренне разделяет с народом Узбекистана невосполнимую утрату. Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким. Aziz do'stlar, biz bugun xalqimizning ulug' va buyuk farzandi, zabardast inson Islom Abdug'aniyevich Karimovning cheksiz qayg'u bilan so'nggi yo'lga kuzatdik. Barchamiz Islom akaning umrbod eslaymiz. U kishining mehrga to'la ko'zlarini, dono va hikmatli so'zlarini doimo sog'inib yashaymiz. Islom Abdug'aniyevich mustaqillikka erishganimizning ilk kunlarida bizdan ozod va obod vatan qolsin degan ezgu da'vati va bu shior barchamizning, butun xalqimizning qalbidan chuqur joy olgan edi. Mana shu musibatli damlarda ko'nglimizga taskin beradigan bir haqiqat borki, u ham bo'lsa ulug' yo'lboshchimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov bizlarga
O'zbekistonning kelgusi avlodlarga ozod va obod vatan qoldirib, dunyodan ko'z yumdilar. U kishi o'z hayotining bag'ishlagan milliy mustaqillikning mustahkamlash, vatanimizning taqdiri va kelajagi uchun doimo mas'ul bo'lib yashash, yurtboshimiz qoldirgan ezgu g'oya va dasturlarning amalga oshirish uchun bir yoqadan bosh chiqarib ish olib borish barchamizning muqaddas burchimiz bo'lmog'i lozim. Buyuk davlat va siyosat arbobi O'zbekiston prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning yorqin xotirasi qalblarimizda doimo saqlanib qoladi. Aziz Islom akamizning, mehribon ustozimizning oxiratlari obod bo'lsin. Buyuklar o'lmaydi. Ular xalqning qalbida abadiy yashaydi. O'zbekistonning birinchi prezidenti, mustaqillik asoschisi, millat otasi Islom Karimov. Kim o'zini tozaligini saqlaydi, sofligini saqlaydi, kerak bo'lsa o'zini kelajagini saqlaydi. Beg'araz odamlar. Havas bilan yashash kerak, hasad bilan emas. U yurtga bir umr sidqidildan xizmat qilishni baxt deb bildi. Mustaqil O'zbekiston, uning xalqi o'zi tanlagan yo'ldan hech qachon qaytmaydi derdi prezidentimiz. Odamni baxti nimada deb mendan so'rasa agar, odamni baxti o'zini ichki dunyosi bilan, ichki irodasi, ichki iymoni, ichki e'tiqodi bilan agarki uyg'un bo'lsa, rozilik bo'lsa odamning ichida, shu odam baxtli. Osoyishtalik, tinchlik, musaffo osmon uchun, baxtli bolalik, navqiron yoshlik, xotirjam oilalar saodati uchun. Katta fidoi qalb egasi. U 25 yil davomida har daqiqa, har soniya xalq bilan muloqotda bo'ldi va har bir taqdir uchun o'zini mas'ul bildi. Barchamiz uchun qalbidan joy berdi. Men beixtiyor xuddi o'zimni yaqin qarindoshlarimni ko'rgandek, qadrdonlarimni ko'rgandek. Men sizlardan rozi bo'lganim shuki, bugun 90-yil emas. Bugun kechagi hayot emas. Bugun shunday hayotni kechiryapmiz. Har qaysi shu yerda yashayotgan odam o'zi ko'ryapti, o'zi sezyapti, o'zi anglayapti. Agarki bizlar mana shunday hayotni davom etsak, hech qachon kam bo'lmaymiz, bilib qo'ying. Ayniqsa yoshlarni boshqacha sevardi va bu muhabbat uni ilhomlantirardi, g'ayratiga g'ayrat qo'shardi. Ertangi kunimiz mana shu yoshlarning ko'zida, yoshlarning harakatida, yoshlarning qurbida, kerak bo'lsa qudratida. O'zbekistonda yashayotgan million yoshlar o'zimni bolam, o'zimni farzandim. Bizni baxtimizga doim sog'-omon bo'ling. Siz borsiz, xalqimiz, yurtimiz tinch. Siz borsiz, osmonimiz musaffo. Doim bizlarning yonimizga kelib turing. Yurt yetakchisi, taraqqiyot rahnamosi. U abadiyatga daxldor ezgu amallar tashabbuskori va muallifi. Yurtini hamisha yaxshi ko'radigan va sevgisini o'z vaqtida izhor qila oladigan noyob qobiliyat egasi. Prezidentni televideniyada faqat ko'radigan, radioda uni gaplarini eshitadigan odamlar borki, prezidentdan nafaqat shu rasmiy so'zlarni, rasmiy qarashlarni, ular prezidentni odam sifatida, inson sifatida bilishni ham xohlaydi. Bunaqa aytalik istaldi. Albatta jon borki, rahbar ham oddiy odam. Siz hamisha shunday bo'lgansiz. Muhtaram prezidentimiz. Menga shunday hurmat ko'rsatib, menga shunday etaylik katta ehtirom ko'rsatib, mana shu yerda to'planib turganingiz men uchun juda katta baxt. Bizning
har bir o'zbekistonlikning qalbida ana shunday samimiy, mehribon va qadrdon insonimiz sifatida bir umr qolaverasiz.